Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, parvozlar, xo'rozlar, hamma sog'likmi? Oilalar tinchmi? Birdan boqyapmisiz? Aka ukalar, jo'jalar tomosha qilib, bir ikkita foydali maslahatlarimiz bor, berib o'tamiz. Shu kana bitlar to'g'risida video ishladim. O'tgan safarmi, undan keyingi yana shundan savollar bo'ldi telefon qo'ng'iroqlari orqali. Shu mavzuga bir to'liqroq urg'u berib o'tayin dedim-da, tushunarli qilib. Nimaga deganda hozir kunlarimiz qizdi. Kana bitlar tabiiy ko'payadi. Ey, urushma. Blokka tushirib qo'yasan. Shu YouTube tarmog'idan shu Hanjar xo'rozimizni Toshkentdan kelgan jo'jalarini kelgan nimalari, qanday keldi, qanday qo'ydi, shu haqida video ishlab, masalan, ana u Gerakl ham keldi. Gerakl kelganda shunday qo'yib yuborib turib, shunda bir ikki tepishib ketdi-da, Gerakl bilan bitta jo'ja tepishib ketdi. Xullas, shunday bir noto'g'ri nimalar bo'ldi. Ana shu videomizni o'chirib tashladi YouTube'dan. 6560 podpisчикка ega kanalimiz bir ikki haftaga bloklandi. Ana shu video nimasini sababi bilan. Aka ukalar. Shuning uchun bu YouTube'da juda ham bir nima bo'lib ketdi hozir, bir nozik bo'lib ketdi deydimi? Shuning uchun jo'jalar sal tepishib ketsam qo'rqaman nimaga qo'yishga. Bu jo'jalar qiziqadigan odamlar bo'lsa, bu o'zima qo'ygan jo'jalar bo'ladi. Tixa. Bular sotuvda yo'q. Endi qiziq so'raydigan odamlar ko'p chiqadi. Mana u sotmayman deganim bilan bitta nimaga sotildi, mana xo'roz, mana u Namanganga sotildi, xudo xolasa chiqib ketadi. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Hanjarga tortib berganda bu o'zi bu yerda hanjarga tortib bergan 3 tasi bor edi mana. Mana 3 tasi bor edi. Bittasi shu Toshkentlik Muzaffar bratishkamizga chiqib ketdi. Mana bittasi bunda mana hanjarga tortib bergan. Mana bittasi mana bitta kichigi. Mana shu kichigi Namanganga chiqib ketadi. Juda ham iltimos qilib nima qildi, sotmayman desam ham soting. Urushtirmayman, u qilaman yana degan xullas kelam. Yaxshi deb endi erkak odam ko'p yolintiraversang ham bo'lmaydi. Shuning uchun sotildi aka ukalar. Endi mavzuga qaytamiz. Bu kana bitlarga bo'lsin, bo'lmasin aka ukalar, oldindan chora tadbirlarini, profilaktika ishlarini olib borishimiz kerak. Bu xo'rozingizni masalan mana shu jo'jalarda hozir kana cho'qib qo'ysa, masalan qimmat jo'ja bo'lsa, keyin dardingizga davo yo'q. Keyin qisinganingizga ham nimangizga ham foydasi yo'q. Chaqib qo'ygandan keyin. Buni oldindan profilaktika qilib tursangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Masalan, mana u Enjeyo 47 degan dori, bu o'zi asosan shu o'simliklar, sabzavotlar uchun chiqqan.
Buni parandalarda tajribada o'tgan asosan shu taxta kenaga. Buni men avvallar shu videolarimda 1,5 litr suvga 10 gram deb aytganman. Buni bir 10 kun 15 kun bo'ldi. Endi kuchaytirgan variantini qo'llab ko'rdim. 1,5 litr suviga 15 gram solib nima qilgandim, shu jo'jalarga nimaga bir nojo'ya ta'siri bo'lmadi. Shuning uchun 1,5 litr suvga, dog'langan suviga 15 gram enjeyo dorisidan solib aralashtirib sepaverasiz. Devorlar hamma yerga da xullas. Keyin qo'shimchasiga o'zimizning oddiy taraqan borlar bor. Buni hidli, o'ta kuchli hidlisini olishimiz kerak. Buni ham masalan taraqan borni masalan 10 kundan surtavering. 10 kundan masalan devorlar, o'tiradigan torlar, parandani o'ziga ham ozgina chizib qo'ysangiz, bu sizni ketagingizga yaqinlashmaydi. Har xil zarar ko'rganda. Endi aka-ukalar, bu parvozlar uchun ham xonaki boqadiganlar uchun ham bu maslahat. Shu 10 kundan taraqan borlar bilan chizavering. Bo'lsin, bo'lmasin, bu yozni kuni baribir bu hasharot nima deydi, zarar ko'rgandalar bu parranda xonaga keladi. Dalangizdan masalan parrandani turadigan yerini hididan, nimasidan biladi u narsalar. Baribir keladi. Shuning uchun shu 10 kundan surtib tursak, bu zarar ko'rgandalar yaqinlashmaydi aka-ukalar. Shu enjeyo 247 bilan taraqan bor ikkisi bu jo'ja bo'lsin, boshqa bo'lsin, udor bo'ladi. Masalan, taraqan borda mana shunaqa jo'jalarni yaxshi hidlisidan olib ustiga surtib qo'yaverasiz. Oyoqlari ustiga masalan chizib parranda jo'jani o'ziga. Lekin yangi chiqqan jo'jalarga bu taraqan bor tavsiya qilinmaydi aka-ukalar. Nimaga deganda yaxshi hidli taraqan borlar yangi chiqqan jo'jalarga ta'sir qiladi. O'ldirib ham qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu yangi chiqqan jo'jalar bo'lsa o'ziga surtmaymiz. Devorlarni ozgina chizib qo'yamiz. Yangi chiqqan jo'jalarni yuradigan yeriga. Bu shu jo'jalarga masalan shu zarar ko'rgandalarni yaqinlashishiga yo'l qo'ymaydi. Mana shu xo'roz, mana shu. Aka-ukalar, bir narsani ko'rsating. Mana shu xo'roz haqiqiy xanjarni o'zginasi bo'lib chiqqan mana. Bundan aytdim mana 3 ta edi. Bittasi Toshkentga Muzaffarga ketgan. Bittasi bunda yonina keldi. Mana 2 ta. Mana bitta, mana bitta haqiqiy xanjariga o'xshab chiqqan. Xudo xolasa o'yinlar ham shunga o'xshasa zo'r bo'ladi. O'yinga keladigan bo'lsak, bu haqiqiy xanjar super girrachi. Xo'rozni oldiga umuman chiqmaydi. Faqat orqada o'ynab puxini ishlatib, xullas girra tashab shu o'yinlarda masalan girrachi xo'rozlarga girra tashagan. Xullas super girrachi desak ham bo'ladi. Aka-ukalar. Jo'jalarimni ko'rsatibman-da o'zim. Keyin bunda o'zi qora qilib bitta xo'roz bergan. Bu qora xo'roz gematomaga tortib bergan bu. Bu ham gematomam katta davralarda yutib bergan. Qashqadaryo, o'tgan yili Qashqadaryoga bitta spor bo'lib 30 milliondan yutib keldi. Otasi.
aka ukalar. Zarar ko'rgandalar haqida ma'lumotlarimiz shular. Aka ukalar, bu samarali. Men o'zim foydalanadigan narsamni aytaman-da, samarali. Ben shu narsalardan foydalanaman, bosim bo'lmasin. Hali bu maqtanishga kirmasin. Bir 10 yillar chamasi bo'ldi. Men hali shu parrandalarimda shunday ko'rgan vaqtimda bit, kana degan narsani men ko'rmaganman. Unutib qo'ydim o'zi. Nimaga sababi men o'zi buni bitlab o'tirishini kutmayman. Oldindan o'zi profilaktika qilib boraman. Birorta kana yoki bit, mayda bit ismi menda kuzatilmaydi aka ukalar. Sog' salomat bo'lasizlar aka ukalar. Telegram guruhni silkasini kommentariyada qo'yaman. O'tinglar, foydali kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonatsizlar.